Buna şaka men bunaqa ko'rgan bolam endi nima qilaman u bir qo'limga ketaverib qachon kelaymi so'ramabman endi aytib qo'ysa taqamanmi qo'limga ketaveribman. Bo'ldi, hozir ko'ra hammasini joyida qilamiz. Xobajonga bu avval eshikdan ko'zim boshqa cho'qalyapti deb. Qaysi ko'zingiz qiluvdik? Bu o'ng ko'zimda. O'ng ko'zingizda. Bu qizim tutmab qoldi ekan bolajonim. Ha. Ishlarga omad bersin bolam. Rahmat. Qani bu yoqqa qarangchi, bitta ko'raylik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikki qo'yib kadam. Aha. Bismillah. To'g'ri qo'yaverasiz. Bismillah. Bu tomonga qaraysa endi. Qochib turasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'zingiz katta ochib turasiz. O'shanga meta aska-paska ko'zini taqamanmi eshikka chiqqanda Yo'q, shart emas. o'shanaqa Bo'ldi, endi u bitta bo'ldi, yaxshi o'rnashib, chiroyli bo'libdi. Endi bitta gapirib berasizmi? nima gapir Bitta video qiling sizga esdalikka. Operatsiya jarayonlari, ko'zingiz bundan oldin qanaqa edi? Hozirgi holati qanaqa? Ha? Ayta olasizmi? menikiga Ha, bo'ldi, xo'p. yaxshi bo'ling. Apasaqqa o'lim bordim deydi. Umidjon, Umirjon, zotingizmi? Kozimjon meniki. Hozirda Kozimjon. Kozim Qayumov bor-ku. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim Allah, Rabbim Allah. Hammalarni tanjar Allah. Bu rastotmi? Umidjon. Umirjon. Etma chiqardim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim Allah, Rabbim Allah. Hammalarni tanjarlarni so'rasin. Ishlarga omad bersin. Mana shu Umirjondan tanjarni so'rasin. İşleri olmak betim. Bundan ama mesela uğraş Allah'ım. Beni koydum, elime okulur, başlatıyor benim. Bana yedim. Doktora hemen Allah şifa versin. Bana yaxşı kör yapmam. Bundan bana Allah şifa versin. Mesela bundan ben koca köpüne niye öyle çöğler kötüler lazım. Mesela ulumdan Fazma'da. Kozimjon. Fazla canım. Şu ulumdan tencerisi bakın. Mesela bundan uğraş Allah'ım. Koşan ama koşan Allah degan fazilat olsun, biraz olsun kar olsun. Men o'sha o'g'illarni bersin, men o'sha ko'pina nevara ko'rlar ko'rayotsin, topganlar baraka bersin. Men ham Allah shifo bersin, yangi hammaga omadlab kelib, mana shu video o'limdan tarjasi olsun. Bundan ham talant olsun, topganlar baraka bersin. Hammalar ko'shan ama ko'shan qar. Men o'sha ko'pina nevara ko'rlar bir qaytib birga bo'linayotganda qolib. Mening ko'zimga Allah shifo bersin, ha? Ko'pga bersin, ko'p qo'talab bersin. Yangi hammaga omadlab kelib, ko'p yangilik to'ysin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Rahmat bolajonim. Avvalambor assalomu alaykum Kozimjon aka. Assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Kozimjon aka, bugungi savolimiz, mavzuyimiz aynan ko'z kasalliklari bo'yicha bo'lib o'tadi. Suhbatimiz boshlashdan oldin o'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, bizda ko'pchilik taniganlar, tanimaganlar ham bo'lishi mumkin-da endi kanalimizda. Aha. Men Xoldoraliyev Kozimjon Usmonjon o'g'li. Bir necha yildan buyon Bog'dod tuman o'sha markaziy poliklinikasida va Moderna ko'p tarmoqli klinikasida xizmat ko'rsatib kelyapmiz xalqimizga. Men o'sha 2012-yil Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganman. 2018-yil bitirib, shu kungacha xalqimizga xizmat qilib kelyapman. Endi qanaqa asosan bemorlarga operatsiyalar qilyapsiz, nima yordamlar beryapsiz aka shu bo'yicha? Hozirda Moderna ko'p tarmoqli klinikasida kasallarga o'sha ko'z kasalliklari bo'yicha barcha tekshiruvlar aniqlayapmiz, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri litsinalarni tavsiya qilyapmiz bemorlarimizga. Bundan tashqari katarakta, glaukoma, pterygium kabi operatsiyalarni amalga oshiryapmiz. Xo'p, juda ham yaxshi aka. Asosan hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan kasallik qaysi bemorlarimizda ko'z bo'yicha aynan? Asosan o'sha yoshga doir, ya'ni ko'z
tabiiy linzasining aralashishi. Katarakta xalq orasida parda ham deyishadi. Shu kasallik ko'p uchraydi bizda. Keling shuni kengroq tushuncha beraylik bemorlarimizga. Katarakta o'zi nima? Qanday paydo bo'ladi? Shular bo'yicha ham tushunarli, sodda tilda tushuntirsangiz, oddiy xalqimiz yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Katarakta bu o'sha ko'z gavharini xiralashishi. Bular ko'proq 50-55 yoshdan keyin oshgan aholi orasida ko'p uchraydi. Qandli diabet kasalligi bilan og'riganlarda, ko'z jarohati olgan bemorlarda ko'proq uchraydi. Endi yoshga doir ko'proq asosan uchraydi. Bu insonlarda o'sha sochlari oqargandek gavhar tolalarida oqarishlar kuzatib, o'sha katarakta kasallik kelib chiqadi. Kataraktan belgilari qanaqa bo'ladi? Kataraktan belgilari tuman ichida yurgandek bo'ladi. Kechasi masalan shofyorlarda ko'p kuzatiladi. Yorug'likda qamash, ko'zdagi qamashishlar, xat o'qishga qiynalishlar kuzatiladi. Masalan, quyoshli havolarda ko'zda qamashishlar, quyoshga reaksiyalarning ortib borishi kuzatiladi. Katarakta qalinlashib, o'sha kuchayib borgan bosqichlarda ko'z o'ynagan tushmay qolish holatlari kuzatiladi. Foyda bermaydi, plus minus qanaqadir. Plus ham, minus ham ochkilar hech qanday ko'rishga foyda bermaydi. Qiynalayotganlar, o'qishga qiynalayotganlar, haydovchilarda masalan kuzatiladi. Kechasi yurganda, kunduz yurganda qiynalma, uzoqni ko'rish ko'rilmaydi, xiralashadi, shundagi holatlarda kuzatiladi. Bundan tashqari shifokor maslahatini olganda xavf omili aniqlanadigan bo'lsa, albatta operativ davo tavsiya qilinadi. Xonadan salomat bo'lsin. Hammalarga tan jalan sog'sin. Qo'shaqarab, keyin qaraman. Men o'sha ko'pini niyora cho'raga qaytarga borayin ekanlar falan. Men o'g'limga qo'shaqarab o'g'illar dedi, hammadan ishlarni omad bersin, topganlarni baraka bersin, topganlarni to'ylarga yaxshilarni aytib bersin. Men ham ko'zim Alloh shifo bersin. Hamma salomat bo'lsin. Bo'pti hojanar, yaxshi bo'pman. Endi kelmaymi, kelaman bolam. Men ko'rgingiz kelsa kelavering. Havoli kelmay, Alloh shifo bersin bolam. Kelgingiz kelsa bir kelib aylanib ketaverasiz hojanar.